Chet ellarda qizlar turmushga chiqib ketgach, kelin-kuyov ro'zg'or aravasini o'zlari tortadilar. Qani shahvatini qo'zg'atadigan sirop bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Bitta stakan suvga maxsus mahsulotimizni qo'shib berasiz. Hidi, rangi, ta'mi bo'lmaydi. Ayol kishi o'zi bilmagan holatda kola ichib deb ichadi. Kolaga solib bersangiz bo'ladi, sokka solib bersangiz bo'ladi, kompot, ayron, go'ja, xullas любой ichimlik suvi degan narsaga qo'shib berasizlar. Ayol kishi o'sha narsani iste'mol qiladi, 15 daqiqada jinsiy munosabatni o'zlari sizga taklif berishlari mumkin. Bunaqa mahsulotimiz bor. Zakaz qoldirsanglar O'zbekiston bo'yicha bepul dastlabki orqali yetkazib beramiz. Ayollarning shahvatini qo'zg'atuvchi sirop desanglar, biz sizga variantini beramiz. Mahsulotimiz juda ham ko'p. Agar sizga zakaz qoldirish kerak bo'lsa, aslida yoshlikdan hayot aravasini tortishni o'rganadilar. Bizlarda esa g'irt teskarisi. Qizlar turmushga chiqqach to ota-ona o'lib ketmagunicha ro'zg'orini ularga qildiraveradilar. Hamma qizlar ham emas. Insofli qizlarimiz ko'p ichimizda, lekin aksari to'ymas ochko'z. Ota-ona har qancha qilsa ham rahmat deyishmaydi. Yana deb uyalmay so'rayverishadi. Har bayramda ota-ona kattaroq nimadir olib borishi kerak. Qizning obro'si emish. Tavba, astag'firulloh deysiz. Ota-onaga yuk bo'lib, ularni qiyin ahvolga qo'yib obro' topiladimi? Oyi, bu hayitda nima jo'natasiz? Iloji bo'lsa muzlatgich jo'natinglar. Xonamga qo'yib qo'yardim. 2 farzandi bor kelin onasiga zakaz beryapti. Oyi, dadamlarga ayting, bu hayitda televizor olib kelinglar. Oyi, ovsinimkidan konditsioner kelarkan, sizlar ham kattaroq u bu narsani olib bersangizlar degandim. Oyi, kiyimlarim yomon bo'lib ketgan. Bu hayitda bir sidra kiyim-kechak jo'nata qoling. Oyi, bu safar hech narsa olmang, pulini berarsiz. Oyi, tog'orani 2 kun oldin jo'nating, o'shanda qarab narsa pishiraman. O'zi nimalar qilmoqchisiz? Oyi, menga hech narsa olmang. O'g'limga velosiped olib kela qolinglar, bir tog'ora u bu narsa bilan. Oyi, braslet olib bermoqchi edingiz-ku, shu hayitda olib kelsangiz bo'ladimi? Ona, bu hayitda nima jo'natmoqchisiz? Savolni qaranglar. Siz jo'nating ota-onangizga. Har bir narsaning chegarasi bo'ladi. O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insof bilan bo'l, deb bejizga aytishmagan qadimgilar. Shuncha sarf xarajat, sarpoy sovg'a qilib qarzga botib yotgan ota-onangizni yana nega qiynayverasiz? Oldiring eringizga. Nega endi ishtoningizni rezinkasigacha ota-onangiz qilib berish kerak? Qanday qilib uyalmay so'rayverasiz, hayronman. Ko'p ayollardan maktublar keldi. Bo'g'zigacha qarzga botib yotishganini, lekin qizlar uyalmay shu hozirgi og'ir vaziyatda karantinda ham bayramda sovg'a salomlar kutishayotganini yozishgan. Uyat emasmi? Odamlar qorin g'amida, qora qozonni qaynatish g'amida, ertaga nima yeyish g'amida. Odamlardan pul qochgan zamonda turibmiz. Sizlar bo'lsangiz, qaynona qaynotangiz ovsin, qaynagachilaringiz oldida hali ham obro'yingizni o'ylamoqdamisiz? Ilmsiz ayol seni tushunmaydi. Sendan ilmliroq ayol ham seni tushunmaydi. Ilmda senga teng bo'lgan ayoldan faqat erkakliging bilan ortiq bo'lasan. U esa g'ururi bilan sendan ortiq bo'ladi. Erkaklik boshqaruvni taqozo qiladi, g'urur esa g'alayonni taqozo qiladi. Boshqaruv bilan g'alayondan oilaning baxtsizligi kelib chiqadi. Yaxshisi g'urur g'alayonni ilm bilan bostirish uchun xotiningdan ko'ra ilmliroq bo'l. Tanishim uylanaman deb 65 ta qiz bilan uchrashdi. Hatto ba'zilarnikiga adashib 2 martadan bordi. Oxiri shunday qizga uylandiki, har qadamida отчет topshirib turadi jonivor. Kontrol faqat xotinda. Bir yaqin odamim rosa qiz tanladi. Uni bundoq, buni bundoq degan bahonalar bilan oxiri shunday qizga uylandiki, oila boshqarish o'sha kelinga o'tdi. Ayol kishida ko'rinish bor, husn bor, xulq bor. Tanlashni yaratganga topshiring. O'zingiz idealmisiz? Lekin super ideal qizni qidirasiz. O'zingiz Ixlos surasini eplab o'qolmaysiz-ku, yana qiz qidirasiz. Yaxshi qizga uylanish uchun avval o'zingiz idealga yaqinlashing. Olamlarning Rabbisidan so'rang, o'zingizchalik tanlasangiz o'tirib qo'yasiz. O'rtancha husni bo'lsa, hayosi bo'lsa, basharaga tik qaramasa, onasi kamtar bo'lsa, uylanaverish kerak. Baribir xotin erga taqlid qiladi. To'nka bo'lsangiz, tez orada xotiningiz ham to'nkaga aylanadi. Qomati ham, xulqi ham. Ta'jubga tursangiz, erta-indin safingiz kengayadi, ishonavering. Injiq odamlar hayotda o'ta qiynalib yashaydilar. 10 kun uy remonti uchun oboy tanlaydilar. Ketiga shim olish uchun bir kun bozor aylanadilar. Injiqlarning hamma ishi og'ir kechadi, hatto uy qursa ham dabdala uy quradi. Yillab quradi, yuzlab ustalar almashadi axir.